Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Yevropa Ittifoqining Erasmus Plus Afiniu loyihasi doirasida Latviya hayot fanlari va texnologiyalari universiteti hamda Slovakiyaning Nitra qishloq xo'jaligi universitetlarining malakali mutaxassislari tomonidan loyiha doirasida ishlab chiqilgan fan modullarini o'qitish va ochiq ta'lim shaklidagi darslar o'tkazildi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi Markaziy Osiyo universitetlarida oziq-ovqatni qayta ishlash texnologiyasi yo'nalishida o'qitishning kunduzgi ta'lim shaklidagi talabalar bilan birgalikda tashqi talabalar ishtirok etadigan ta'limning yangi shaklini ishlab chiqish va joriy etishdan iborat. Loyiha 2024-2026 yillarga mo'ljallangan bo'lib, Yevropa Ittifoqi davlatlaridan 2 ta, Tojikiston davlatidan 3 ta, O'zbekiston davlatidan 2 ta oliy ta'lim muassasalari ishtirok etmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 799 ming yevroni tashkil etadi. Loyiha doirasida Latviya hayot fanlari va texnologiyalar hamda Slovakiyaning Nitra qishloq xo'jaligi universitetlari mutaxassislari ishtirokida don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi hamda akademik yozuv fan modullarida nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Yevropa Ittifoqining Erasmus Plus Afiniu oziq-ovqat innovatsiyalari bo'yicha ochiq universitet loyihasi 2024-2026 yillarga mo'ljallangan loyiha bo'lib, ushbu loyihada men fan modullarini ishlab chiqish va o'qitishni tashkil qilish bo'yicha koordinator vazifasini bajaraman. Ochiq universitet bu shunday o'qitish shakliki, unda turli fan modullarida bir vaqtning o'zida kunduzgi ta'lim yo'nalishidagi talabalar bilan tashqi tinglovchilar birgalikda bilim olishadi. Bugun biz Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida loyiha doirasida don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi va akademik yozuv fan modullarida sinov tariqasida ma'ruza va amaliy darslarni o'tishda ishtirok etish uchun kelganmiz. Ushbu loyiha kelgusida nafaqat oziq-ovqat texnologiyasi sohasida Markaziy Osiyo mamlakatlari oliy ta'limini sifatini oshirishga xizmat qiladi, balki boshqa shaharlarda ham amalga oshirishni rag'batlantiradi. Ochiq universitet shaklidagi darslar davomida oziq-ovqat sanoat korxonalaridan tashrif buyurgan tashqi tinglovchilar sohaga oid muhim maslahatlar olishga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu innovatsion o'qitish modeli oziq-ovqat sanoatida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning malakasini oshirish, ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini kuchaytirish bilan birga talabalarga amaliy ko'nikmalarni chuqurroq egallash imkonini beradi. Biz juda ham xursandmiz mana shu institutimizda mana shu loyihada ishtirok etayotganligidan. Buning orqasidan o'sha birinchi navbatda professor o'qituvchilarimiz juda katta malakaga ega bo'lishdi. Institutimizda yangi tashabbus paydo bo'ldi. Ochiq universitet prinsiplari yoki tamoyillari asosida o'qishlar tashkil qilindi. Ya'ni ishlab chiqarish vakillari bilan bizning auditoriyada, bitta auditoriyada talabalarimiz bitta xonada o'tirib, bir-birlarini o'rgana boshladi. Ya'ni bular kelib o'zining amaliy tajribasini aytishsa, bizni nazariy jihatdan bizni o'qituvchilarimizdan nazariy jihatlar olishyapti. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Ma'lumot uchun loyiha doirasida institutda don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi fan modulini yuqori darajada o'qitish uchun zamonaviy laboratoriya jihozlari o'rnatildi. Bu esa o'quv jarayonini yanada interaktiv va amaliyotga yo'naltirilgan shaklda olib borishga xizmat qiladi.